Payg'ambarimiz alayhissalom shuni misol qilib aytayaptilar-da. Qaysi bir erkak bir mu'min, bir mu'minani ayolini dedilar, bir xulqini yomon ko'rsa, radiya minha akhar. O'sha yomon ko'rib turgan xulqini yaxshi ko'rib turgan xulqi bilan rozi bo'lib yopsin dedilar. Bu oilani mustahkamlashdagi eng chiroyli nasihat bu mana. Eng yomon degan odamimiz ham o'ziga yarasha yaxshiligi ko'p bo'ladi. Bu ayolimiz-ku. Bu ayollar uchun erlar ekan u. 7 yot begona insonda ham umuman inson zoti borki, ming yomonlangan inson bor-ku. Tarixda masalan unga qiziq tortilgan yomon insonni ham o'ziga yarasha o'shancha yaxshiligi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom haligi yomon ko'rgan qilig'i bilan ayoliga bo'lgan ishonchini yo'qotmasin, ayoli bilan urushavermasin, o'sha yomon ko'rib turgan xislatini ayber qilib betiga solavermasin deyaptilar-da. Balki uni o'rniga qolgan yaxshi amallari bor-ku, qolgan yaxshi xislatlari ko'p-ku. O'shalar bilan buni solishtirsinda yopsin mana buni deyaptilar. Mana buni yopsin. Mana bu haqiqiy muallim, haqiqiy murabbiy, haqiqiy mehribon payg'ambar. Otadan ko'ra siz bilan bizga o'ta mehribon bo'lgan zot, onadan ko'ra bizga murshidlik qiladigan chiroyli mehrni berib bizni iymonimizni saqlab oilamizga jonkuyarlik qilayotgan zot Hazrat Payg'ambarimiz alayhisalom bizga shuni nasihat qilyaptilar.